Rekomendatsiyamdan bitta videoing chiqib qoldi. Minor bilan nima bo'lyapti o'zi? Nima sababdan u bolani bunchalik darajada yomon ko'rasan? Birinchi tema u qo'y bilan rasmga tushgan, u cringe уже. Ikkinchisi blogerlikda chiqqanda sizda bo'lsa. O'sha paytda hech kim indamagan, javobsiz qoladi deb o'ylagan. Вот, короче, moment keldi, men o'zim buni yo nakalini o'tkazaman. Sizda damas oyoqda yursin. Yoki yo'q qo'raman. Zo'rigayamman, sanda zo'rigayamman. Tema shunaqa bo'ldi. Uchinchisi payg'ambarimizning gapirgan bu bola. Minor payg'ambarimizni gapirib o'sha narsa yoqmaydi, o'shaning uchun ko'p tanqid qilib chiqasan bu bolani. Da, shunaqa Bekor bo'ldi demashidi. Xullas, odobli bo'linglar. Qaraganmisan dis bola? chiqyapti tez kunda, hamma biladi bu narsani. И вот, короче, dis bu safar juda jo'skiy bo'ladi. O'xshamagan dislaringni sukunat bilan yengdi. Ya'ni blogerga tashlaganmi, boshqami qiz emas. Dis men aytgan srokda chiqadi, yo'qotib qo'ymaslik uchun sekin podpiska bosib qo'yamiz. Topilmadi bir sifatli inson, ko'rolmadi bizni qancha inson, yo'qotildi yana qancha inson, yer uchun bir minorga mizon. Baç kursu endi, короче, meni boqib ichib Bu o'zini boqolmaydi-yu. Короче, pizziz aqlliman, sen hech kim ishonmas ekan. Shunchalik zo'r reper bo'lsa, emas buni xalq aytsin.